kitob rastalari va turli yoyma deylik savdo nuqtalari joylashgan va biz shu do'stimizning hozir ish faoliyatini qiziqib kuzatyapmiz. Bir necha kitob olindi va bor yo'g'i 50 ming berildi va qaytim ham berayotganini guvohi bo'lyapmiz. Qiziq. Kitob shu darajada arzonmi? Qiyinchiligi bilan yaxshi-da. Ishlar o'rganasiz. Mana masalan o'zbek tilini yaxshi o'rganman deysiz. Oddiy odamlar sizga o'xshaydi, amaki. Amaki, assalomu alaykum. Sizga qo'lingizni olib qo'y. Sizni bir necha marta ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdik. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Xayrullo Asadov kim bo'lasiz? Kim bo'lasiz? Nima deysiz? Men Asadov Xayrullo bo'laman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz do'stim? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? O'zi yaxshimisiz? Qanday sizni ko'rib kuzatib keldik. Aniq ham ko'rdik. Rahmat. Hozir yaqinda yo'q edingiz, ish bilan ketdingiz. Qo'lim og'rib qoldi aka. Ha, bor. Siz juda ham oddiy odam ekansiz. Samimiy insonsiz. Fikringizni erkin bildirgansiz. Rahmat. Hozir xursand bo'lamiz. Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Kitob o'qiysizmi? Nima kitob o'qiymiz? Rahmat. Sizchi darvoqe kitobni odamlarga qiziqtirib o'qimaydigan odamga o'qtirib yuboryapsiz. Ha, shu endi o'qish kerak edi. Bu qanday fenomen bo'ldi? Endi qarang, kitob o'qish uchun bilasizmi? Ayting. Maktabga borgansizmi, to'g'rimi? Albatta. 9ni bitirgansiz. Bitirganman. Ha? Oxirgi o'qigan kitobingiz qanaqa edi? Va men Lev Tolstoy o'qiganman. Oxirgi kitob. Asarning nomini eslay olmayapman. Siz boqana Tirilish o'qidingizmi? Vayna mirmi? Yo'q, men tan olaman, sizchalik ko'p kitob o'qimaganman, darvoqe. Men ko'p o'qimaganman-da. Nega unda sizni ko'p kitob o'qigan deb odamlar qiziqib meni siz bor-ku, ayting. Mana yuring, ko'rsating. Ustozimni ko'rsatib qo'ying. Ko'rsating. Xayrullo Asadov bilan ustozni ko'rsataman. Ko'rsating ustozni, do'stim. Ko'rsating. Sizni do'stim deyapman. Men 81-yilman. Aybga buyurmaysiz. Bo'ldi. Nokamtarlik uchun do'stim deb yubordim. Xafa bo'lmasmisiz? Yo'q. Xafa bo'lmasmisiz? Ustozingizni ko'rsating. Dilepa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bo'lasiz-ku, bilaga bir meni ilm yo'llarimni ko'rsatib bering. Dilepa, mana qarang, sizni hozir o'zingiz tanishtiring. Dilepa, shu yerda ishlaysizmi, savdo qilasizmi? Men 15 yildan beri mana shu yerda savdo qilaman. Shu bolani 10 yildan beri bilamiz. 10 yildan beri mana shu bola bizning yonimizga. Biz o'zimiz kerak payt bu bilan qo'llaganmiz, quvvatlaganmiz. Juda ham yaxshi bola. Agar shu bir nimadir ishingiz bo'lib qolsa, yo bir qo'lingizga bir yuk bilan kelasizmi, yo bir og'ir palashinaga tushasizmi, yugurib kelib yoningizga turadigan bola. Shunaqa halol bola. Ijtimoiy tarmoqlarda mana shunga o'xshagan fikrlarni eshityapmiz, lekin bu sizni fikringiz. 10 yildan beri deyapsiz. 10 yildan beri shu bolani bilamiz. Xayrullo aynan shu yerda savdo qiladi. Ana shu yerga birinchi mana shu yerga kelib savdosini kelib o'zimiz joy berganmiz. O'zimiz yonimizga olganmiz, o'zimiz uka deb qabul qilganmiz, o'zimiz podishka qilganmiz. Любой payt. Milsalardanmi, bir nohaqlikdanmi, qo'y bo'lib qolgan paytlar mana shu bola biz o'zimiz qanotimizga bo'lgan. Hozirgacha birga savdo qilamiz. Bu juda halol bola. Xayrullo Asadov haqida boshda avvaliga iliq taassurotli ijtimoiy tarmoqlar kuzatildi, lekin so'nggi kunlarda u haqida negativ fikrlar ham kuzatildi. Siz guvohi bormisiz? Xabaringiz bormi? Masalan, keltirayotgan iqtiboslar qandaydir bir aqlli so'zlarni iqtibos keltirib, aslida ko'p kitob o'qimagan yoki eski rus kitoblarini ko'p o'qigan, yo bo'lmasa deylik, almoy, jalmoy, oldi qochdi fikrlarni ko'p gapiradi, yo bo'lmasa kitoblarni qimmat sotyapti. Faqat asosan turli negativ fikrlar ham tarqalyapti. Bu bola kitobni 3000 ga ham sotgan kuni bor. Tekin berayotgan kunlari bor. Negativchi har doim ham negativ topiladi. Bilasiz. Mana 2-3 kun oldin ham agar mana shu yoniga turgan studentlardan bilib so'rasangiz ham tekin 10 talab kitob tekin berib boradi. Bu bola o'zi uchun mana so'ragan bo'lsa 5000, 10000 ga kitob bergandir, lekin bu 50000, 100000 ga kitob bergan bola emas. Nega 150, 200 ming mana shunday summalarni keltirishyapti? Qayerda bu qadar qimmat sotib yuborildi? Shundan ham bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Umuman bo'lishi mumkin emas. Negativchilar har taraflama bor. Biza bozorchi bo'lsak, bizaga qarshi mana siz nima deydi?
raqobatchilarimiz borda, bu bolaga mana biz hech kutmaganmiz, shu bolaga shu darajalik negativ bo'ladi o'ylamaganmiz. Bu bola faqat bu ovqat yemaydi, abid qilmaydi, lekin faqat kitob o'qib o'tiradi. Shu ovqatini ham shu kitob bilan o'tirib, birovga lishi gapirmaydi, birov bilan lishi ishi yo'q. Bu o'qiydi, faqat o'qigan bola bu. Pulga ishqiboz emas demoqchimisiz? Kerak bo'lsa bu bola abid qilmagan kunlari bor. Ovqat yemay ketgan kunlari bor, kitob sotmay ketgan kunlari bor. Mana bizga guvoh. Inson o'zgaruvchan, gohida inson fitrati o'zgarishi ham mumkin, bo'lishi mumkin. Mana shu bir nomi chiqishi munosabati bilan balki o'zgargandi, chunki hatto blogerlar undan intervyu olishmoqchi bo'lganda bir katta summalarni ham keltirishdi intervyu. Yo'q, bu hammasi yolg'on. Bu yolg'on, chunki bu balani biza olimizga rosa ko'p blogerlar keladi, bilasiz, biza joyimiz shunaqa joy. Kelishganga mana shu baladan birinchi olganda o'sha blogerni ham taniyman. Birinchi kelgan ikkita bloger ham birinchi oldimga kelgan, o'sha yerga o'tkazib yuborganmiz. Mana shu baladan bizga shunday bir savolimizga javob bering, kamgina savolimiz deganga men o'zim lish aytganman. Ana biz bitta kitobxon bo'lish, aqlli bo'lish, shundan oling. Biza bozorchi, biza bozor temasini gaplashamiz deganmiz. Lekin biz bunaqa aqlli, bunaqa javoblar bermaymiz deganmiz. O'sha bola mana shu birinchi bo'lib shu bolani oldiga bordi. Mana shu oq futbolka kiyib kelgan bola edi. Birinchi bloger. Intervyuchi pul olganini eshitmadingiz? Yo'q, hammasi yolg'on. Mana biza guvoh shu yerga turibmiz, ko'rib turibmiz, qarab turamiz har doim. Nomdor faollar, blogerlar ham fikr munosabat bildiryapti, negativ. Hammasi yolg'on. Hech qaysiga ishonmayman. Mana biza xolis mana shu yerga o'tirib, xolis gapirayotgan odam biza. Siz 10 yildan beri tanirkansiz, mayli balki yonida olayotgandirsiz. Ha, mana qarang, ba'zilar mayli fikr bildirishni istashmadi. Xohlaganingizdan so'rashingiz mumkin, xohlagan bozorchidan. Trendini tushirgan odamni ham gapiring. Nega gapiring? Mana Negativ bo'lganini gapiring. Ne uni gapiring? gapiring deyishyapti shu Dilapaga, lekin boshqalar mayli ko'rinish berishni istashmadi, to'g'ri tushunamiz. Mayli ismini keltirmay qoldi, fikr bildiring, mana kim haqida gap ketyapti? U haqida mana shunday nom. Studentlarning gapi bu, lekin iminni ular ham kelib mana shunaqa mana shu qimmat sotdi deb bizga aytgani yo'q. Lekin bu balani o'zi kiysa mana tekin bergan kunlarini oldimizga kelib studentlar biza oldimizga kelishadi. Mana tekin olib ketdik deb o'zim ham so'radim. Buni sizlar nechta pulga oldingiz? Yo'q, tekin berib ketishdi deyshapti. Mana boshqa bozorchilardan ham so'rashingiz mumkin. Любой bozorchidan so'rang. Mana bu mikrofonsiz. Shu so'rang, ular ham aytadi sizga qanday balaligini. Lekin jiz halol bala. Samimiy fikrlaringiz uchun rahmat, lekin shu yerga kelishimdan oldin rostini aytsam, avvaliga men bir sidra suhbatligini oldim, shu yerda savdo qiladigan, lekin barchalik chindan ham samimiy fikrlarni bildirishar ekan. Ushbu turli negativ fikrlar qayerdan tarqalganini ham iqtibos keltirishdi. Assalomu alaykum. Shu yerda ishlayotgansiz. Mana avval ham shu yerda ko'rgandim. Xayrulla Asadov tirik kitob nomini olgan bola haqida fikr munosabatlaringizni bildiring. U haqida. U bola necha yildan taniysiz? Salkam 10 yildan. 10 yildan siz ham taniysiz. Qanday inson edi avval? Shunaqa zo'r insonki, u bola hammaga yordam berib yurgan. Oldin ham o'zida bo'lmasa ham, Sal balandroq gapiring. o'zida bo'lmasa ham hammaga yordamini ayamagan bola. Yana nima desam, masalan, oddiy narsa bo'lib ko'rinishi mumkin. Mana negativchilar yozyapti. Ularchi u bolani bosib o'tgan yo'lini ular ham shu nimada bosib o'tsa keyin tushunadi. U bolani 10 yildan beri tanirkansiz. Endi bu tabiiy iliq taassurot, munosabatlaringizni bildirishingiz. Mana turli negativ fikrlar haqida nima deysiz? Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatasizmi siz ham? Masalan, qimmat kitoblar sotayotganini, munosabat fikrlarini esa katta bir summa evaziga qimmat kitob sotgan men ko'rganim yo'q. Eshitmadingiz hamma? Eshitdim, lekin ko'zim bilan ko'rganim yo'q bu narsani. Qanday unday gaplar? Qimmat 100 ming, 200 ming, 300 minglab. Yo'q, 200 ming, 300 ming bo'lishi mumkin ham. Men ishonmayman. Lekin negativchilarga aytaman, ular bosib o'tgan o yillik yo'lni bosib o'tsa keyin tushunadi Xayrullani. Sog' bo'ling. Chunki biz hamisha shular bilanmiz-da. O'zimiz ko'rgan vaqt kelsa, bitta kitob ham sotmasdan ketgan kunlari ham bo'lgan. Unaqa kunlardan juda ko'p bo'lgan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, rahmat. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin.